farosatli, soliha, har doim kayfiyatimga qarab yashaydigan juft halolim bor debdi. U holda nega yig'laysan, ey g'ofil banda? Bu dunyoda mato uchun ham ko'z yosh to'kadimi odam? Saboq uchun bir gap aytay senga. Men shunday bir xotinga uylanganmanki, erning qadr qimmatiga yetmaydi. Sen falokatning nimaligini bilmas ekansan. Agar sen ham aqli kalta, tili uzun, jag'i tinmas bir xotinga uylangan bo'lganingda, o'shanda bilarding haqiqiy falokat nimaligini. Do'konlaring suvga g'arq bo'lgan bo'lsa, sen sog' ekansan-ku, hammasini topasan. Faqat yoningda, ko'nglingdagidek ayoling senga madadkor bo'lsa, ma'naviy quvvat berib tursa, tezda o'zingni o'nglab qolasan deb ko'nglini ko'targan ekan.